4 energiyasida tug'ilgan insonlarning minus tomonlari haqida top 10 ta fakt. Fakt 1. Ular juda ham qaysar bo'lib, fikridan qaytarish qiyin. Fakt 2. Odamlar ustidan nazoratni yoqtirishadi, nazorat qo'ldan chiqsa bezovta bo'lishadi. Fakt 3. Perfeksionizm kuchli bo'lib, hamma narsadan, hattoki o'zlaridan ham, atrofdagilardan ham ideallik talab qilishadi. Fakt 4. Ular juda ham jiddiy ko'rinishadi, ba'zan hayotdan zavqlanishni unutib qo'yishadi. Fakt 5. O'zgarishlarga moslashishlari qiyin, kutilmagan holatlar ularda bezovtalik uyg'otadi. Juda ham ko'p ishlashga moyil bo'lishadi va shu sababdan workaholic holatiga tushib qolishadi. 7. Hissiyotlarni ichida saqlab yurishadi, shu sababdan ham tashqaridan sovuqqon ko'rinishadi. 8. Tanqidni og'ir qabul qiladi. Mehnat qadrlanmasa, jahli chiqadi. 9. Agarda hayotlari bir tekis ketayotgan bo'lsa ham, o'zlaridan o'zlari siqilish uchun bahona topishadi va ba'zan eng negativ variantlarni o'ylab ko'rishadi. Va nihoyat 10. Hamma narsani o'zim qilaman pozitsiyasi kuchli, shu sababdan ham zo'riqib qolish ehtimollari bor, yordamni qabul qilishmaydi. Videoni shu sanalarda tug'ilgan insonlarga jo'natib qo'ying, to'liq ma'lumotni storiesga joyladim va albatta menga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarimda qaysi sanalarda tug'ilgan insonlarning minus tomonlari haqida ma'lumot berishimni istaysiz? Izohlarda yozing. Salomat bo'ling.